Mebellar. Nima? Skulptura. Pul yo'qmi ichida? Zontalar. Bu nima ekan? Mashinka. O'lmasga şey jo'n mana shu edi. Ochgan odam topadi. Velik nechi pul ekan velik? Velik dabdala ekan. Velik loy. Velik loy. Oppa, mana bu narsa kerak edi mashina yuvishga. Mana shu narsa. Qanday ekan shu? O. Nechi pul ekan? 10 euro ekan. Deydi ya bunu. Og'iz ishlamaygan 10 euro. Mana. Motor cholib beray. Dong dong dong. Nima cholib beray? Bo'ynim qalin bo'lib ketyapti, yo'q bana. Bunu yugurishga. Mana beraymi nima bor? Buni bo'lmaydi. Bularni deysiz, buni menga pechat qiladigan nimadir ekanda. Ya bu женский. Voy bilan maskasi bor ekan. Batman maskasi. Kichkina ekan, katta bo'lgan elastik. Bitovoy texnika. Mana massajyor ekan. Bu massajyorlar. Bu 300 euro. Ayoli bo'lmi ichida 300 euro. Tövbe. Uncha qimmat-ku. Kir mashina, gaz plita. O'zbekistonga jo'natish iloji bo'lganda ayni. Bellarda hech pul qolmasdi. Buni nima? Telefon zaryadga beradigan. O'zidan qimmat telefon yo'q. Pilisos ekan mana. Почти yangi. Buchi. Ko'rish ko'p narsani tushunmaymiz. Veletrenajyorlar. Bir nimalar. Bular bita yo'qmi? Bita. Bular mana narsa bor ekan. Nimaga 15 euro ekan? Ha? 15 euro. Kankalata. Fonar. Yaba. Ishla. Voy. Ishlamaydi. Bormi shunaqa narsalar qiziqadiganlar? Yo'q. Yugurishganlar. Lishnaman, lekin qiziqaman shu narsalar. Yaxshi narsalar chiqib qolishi mumkin-da. Buni velik ekan mana. Buni haydash bilmaymiz, bunaqa velik. Kuyjon, kattalar. Nima bu? Yextina, bu nima bu mana?
Sizlarga qiziqli narsamas ekan. Ya. Короче, bizga tegishli narsalar yo'q. Magnitofon. Plastikalik. Nima deydi boshqacha ot? Voy. Sizlarga qiziqmas ya. Kankomni qara, kankom. Nechi pul ekan? 25 euro qo'y. Normalligini olayim shuni hozir. Oylani olaymikan, tirnoqqa. Berib.